Assalomu alaykum Qashqadaryo, assalomu alaykum Yakkabog', Malinki Amerika degan joydamiz. G'urjob qishlog'iga hozir borib, to'y tantana bilan Ma'rufjon akamiz yotgan mashinani olib borib topshiramiz, xudo xohlasa. Amakilarimi, tog'alari kelgan, dadalari o'tib ketdilar. Ikkinchi mashin bilan hozir mana Shopir akamiz bilan bir og'iz suhbat. Hoji aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz, tinchmisiz? Yangi mashin kayfiyati qanday? Shuni aytib bering obunachilarga. Gap yo'q, mashinaga gap yo'q. Yangimi? Yangi 0 bilan oldik. Hali 20 kilometr ham yurmagan nasib bo'lsa. Xursandmisiz? 18. Конечно, biz xursand bo'lyapmiz, ota-onasini savobsiz so'ramay. Yo'qda hech kim uxlamay kechadan beri kutib o'tiribdi. Ana. Gap yo'q. Rahmat. Kutishning mevasi shirin bo'ladi. Yakkabog' tumaniga xush kelibsizlar, joyga remont ketyapti. Hamma joy zo'r bo'lyapti. Qarchi Navruz bo'lyapti bu yerda. Rahmat akalar, rahmat katta. Ozgina qoldi. Hozir xudo xolasa uyga olib borib to'y tantana bilan topshiramiz. Assalomu alaykum Qashqadaryo. Yakkabog' tumani G'urjob qishlog'iga yangi Kobul muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Ma'rufjon akamiz musofirchilikka borib, akam bo'lasiz uyiniga ishtirok qilib, yangi niyat bilan bilet olgan ekanlar. Mana mashin chiqyapti, otajonimga, dadajonimga, onajonimga sovg'a qilaman degan. Bu qani bu? Bu yoqqa keling. Keling bu yoqqa. Mashina muborak bo'lsin bu. Keling bu yoqqa. Oldi sotish shartnomasi, tex pasporti. Mana bu kaliti. Kalitini bitta ko'taring. Muborak bo'lsin. Quloq bo'lsin bu mashin. Rahmat, qulluq. Qani obunachilarimizga, xalqga tilaklaringiz bo'lsa aytasiz. Tilagimiz shu, hamma yigitlarga omadini bersin. Iloyim. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Rahmat. Mana hech kim ishonmadi, mana endi haqiqat. Ishon xo'sh qildingizmi? Ha, endi ishonib turibmiz. Bir haftadan ishonmayotgandik. Biz Rahmat Yakkabog'ga hammaga. ko'p mashina olib kelganmiz. Qashqadaryo, Shahrisabzga ko'p mashina olib kelib berganmiz. Iloyim hammaning xonadoniga shunaqa xursandchilik bo'lsin iloyim. Hammalarga niyat qilib kelgan, havas qilganlarga iloyim hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Hammalaringiz omadlar iloyim. bersin. Rahmat. Onalari qani? Onajon keling. Qani yana bitta yigit, assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Qani? Qani siz nima deysiz? Nima deysiz obunachilarimizga? Ullarimda omadini bersin, baxtini bersin, taxtini bersin, sog'ligini bersin. Sizlarda ham ishlaringizga omad hammalarga. Rahmat. Hammaga shunday kunlar nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'linglar hammalar. Rahmat, omadingizni bersin. Tabriklaymiz. Sharda yana bitta yigit bor ekan. Bitta yigitga mashina olib kelganmiz. O'sha yigit qani? Anzurbek. Bering. Rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat. Kim berasiz? Qani Anzurbek, bu yoqqa kel. Mashinangizni ko'rdingizmi? Qarang. Qarang. Mashina muborak bo'lsin. Dadangizga nima deysiz? Rahmat. Mashinchangiz xushro'mi, zo'rmi? Ma'qul bo'ldimi sizga? Bularga berasizmi mashinani, bermaysizmi? Katta bo'lsangiz dadangizga mashina olib berasizmi? Muborak bo'lsin sizga ham mashin. Muborak bo'lsin. Aka, keling siz bilan bir suhbat qilaylik, keling. Keling siz bilan bir suhbat qilaylik. Aka, zo'rmisiz? Tinchmisiz? Yaxshi, xudoga Qani siz nima deysiz obunachilarimizga? Bu haqiqiy o'yin ekan. O'ynayingizlar yoshlar, yurtingizlar. Mana shu ukamga rahmat. Shuncha joydan yo'l bosib, xalqning ishonchini oqlay deb kelyapti. Sizga kattakon rahmat. Alloh sizni ziyoda qilsin bundan ham. Martabalaringizni. Yaxshilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Amin, amin.
doim uyingizga nur, fayz yog'ilsin. Amin. Yurtlaringiz ko'p bo'lsin. Ilohim. Yurtni boyligi uchun, xalqqa Ilohim. xizmat uchun Ilohim. charchamang. Ilohim. Xizmat Allohu qiling. akbar. Rahmat o'g'aylar. Rahmat, rahmat. Bo'pti, sog' bo'ling. Rahmat. Keling siz bilan bir suhbat qilaylik. Akam bo'lasiz-ku, keling bu yoqqa. Akam bo'lasiz-ku, zo'rmisiz, tegmaysiz. Mashina muborak bo'lsin. Qilliq. Ma'rufjon akamga kim bo'lasiz? Ha? Oshnasi bo'laman men. Hay, nima deysiz qani? Xursand Men bo'ldingizmi? haqiqatan ham shu haqiqatan ham haqiqiy o'yin ekan. Men oshnamiz haqiqatan o'ynab qildim. Mana shu dadasiga, oyisiga mana shu mashinada sovg'a qilib keldi. Sizlarga rahmat. Mana shu o'yinda bo'laversin. Hamisha mana shu yaxshi kunda ishlab turaylik. Oshnamiz mana shu huzurini ko'rsin. Yaxshi kunda to'ylarda bo'lsin. Nasib shu mashinada. Rahmat. Sog' bo'linglar mayli. Rahmat sizlarga. Rahmat, muborak bo'lsin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunday mashinalar kelaversin. Pashta shu mashinalarda mana endi 9-chisi bo'lyapti. Qishloqda, mana lotereyadan yutib Ular olganlar. 90-yillingiz bu kelsin. Nasib bo'lsa yuzlarga ham aylanaversin. Doimo elimiz, yurtimiz tinch Ilohim. bo'lsin. Hammani shunday kunlar Xudo qilib qo'ygan mashinalar qulluq bo'lsin. Doim to'ylarga, yaxshi kunlarga minaversin. Hammasi. Hammani mana shunday kunlarga yetkazsin. Ilohim, ilohim, Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Mana shunday ishlarni olib borayotganlaringiz uchun hammani mana xursand qilyapsizlar. Bundan yana kelaversin, xursand bo'laversin elimiz, yurtimiz. Ilohim. Dunyomiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Mana shunday kunlarga yetkazganiga hammaga sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz sizlarni. Rahmat. Rahmat. Rahmat, rahmat. Qani ammalari, xolalari yo'qmi tabrik qiladiganlar? Keling. Amma keldi, hamma keldi. Bu yoqqa keling. Keling bu yoqqa. Telefonni keng. Keling bu yoqqa. Shunday qani? Siz nima deysiz? Qani bir tabrik qiling qani? Tabriklaymiz. Aka tabriklaymiz. Haydan shamol ustsin. Bundan ham zo'rlarni yutsin nasib bo'lsa. Yigitlar omadini bersin. Hammaga nasib qilsin. Hamma yutsin. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Sizga ham nasib qilsin ilohim. Omadlaringizni bersin. Rahmat. Shunday kunlar hammaga nasib qilsin. Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp lebler balım. Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp lebler balım. Yar bulup beni, yar bulup beni, yar bulup beni bir bari halime. Sorasay sorap koy her camingden. Sorasay sorap koy her camingden. Kollarından tutsam kaçın diysene. Görünme